Ko'ratqınlar Tamir Sağlığı programması. Biz bu san programımızga Şinjan Kızlar Kasbi Terbiyeleş Mektebi'nin o'qituvchisi Erkin Abdikeren muallimni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin muallim. Bu san programımızda ikralda ko'rmalarga qaysi xil tamoqni aytilishini tanishtirsiz? Godamyan. Godamyan. Odatda biz xonim qizlarimiz yoqtirib yeydigan sovuq yemeklarning birisi bo'lgan Godamyan ham muallim. To'g'ri. Unda xos muallim ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Ketadigan asosli un, tuxum, shulta, tuz, yana su. Unda xo'sa yetishni boshlamdi. Bo'ldi. Ama ko'rmanlik buni miqdorini deb beray, miqdor bu ko'rmanlik ko'rib bu godamyanni umash qilib chaldi, buni qanday qiladi deb qolsa. Odatda nazariyada 2 kilo su, 1 kilo un, 2 taldan 3 talash tuxum. 2 kilo su, 1 kilo un, andan keyin 2 taldan 3 talash tuxum. Tuz biz mapxum miqdorda o'z suyga açsak shu tuz xil tetibdi degan holatlar bo'lsa bo'ldi. Shu suyga açniki ta'mdakli bo'lsa bo'ldi tuzi. Ammo shu serishki maqsadimiz sag'atish. Ilaskini oshirish anada. Unda biz boshlamdik mi? Boshlaylik. Unni suvga hargiz to'kmaymiz. Umash chalamiz. Umash. Bir tarafdan chaldik ekan, men chalayman mana. Mush holatda azazdan. Azazdan. Quyildi ekan muallim ham ishtachilik va gansiri. Shu jarayonda 2 tal tuxumni chaqamiz, Tuxumni qo'yilib, mushalat kelgan vaqtida tuxum chaqitganimizda muallim. Un yeshilgan chaqdi juma? Un yeshilgan vaqtida, Tuxumni chiritir, tuxumni. Seri qalat kelgan muallim. Seri qalat keldi, Azroq shult qo'yamiz, shultni eritib. Eritib qo'yamdik muallim. Eritib qo'yamiz, Shultni seriq rang kirgizdim muallim. Seriq rang kirgizdi. Şu arada qozonga suv qo'yib, suvni qaynatib olamiz hamda. Ma'qul. Shultimizni qo'yib tayyorlag'ucha suvni qaynatib. Buni nima ish qilmoqlim eritib solamiz, bevosita solsak bo'lmanda shultini? Shulta so'q suvda ermaydi asalish. Biz shu hozir issiq suv qo'ydik mana, Shuning uchun suv qo'ysa ermaydi. Rangi o'zgaradi. Muallim, biz hozir mushni chap hozir xil bir yeg bordik hozir. Acaba tuzni vaqt soldik-ku. Demak, shu tuzni baldur sevatsak, bu lekin qo'chish vaqt pek uzoq ketdi. Ximiyada ilos paydo bo'lib, tuz. Ximiyani chingitib olib, cho'latib yashmak tas. Shu tuzni kerak solamiz, tuzni qanday holatga kelib solamiz? Holatga kelib solsak bo'ldi muallim tuzni. Xuddi biz o'yinda suyga ochishimiz bor. Suyga ochganda tuz kamroq suyga ochib bo'lsa bo'ldi, shu holatda. Tuzkam holatga. Tuzkamroq suyga oltiga kasb bo'ldi. Bo'ldimi muallim, insholat kelsak, to'xtamay chalamdik. Tuzi yilish bo'ldi. Bo'ldimi muallim? Bo'ldi. Insholatga kasb bo'ldi. Bu nima muallim? Godamyan pishirgan lis. Godamyanni list pishirganimizdan odatda. Mushta list pishirsak bo'ldi, listda buni bozorlarda miskach ustam yasab berdi. Miskach ustam yasaydi ekan-da. Mashallah. Buni o'tirsin nipes, shu yerda qiyinroq bo'ldi. Mash quliq bo'lganki, men qo'l ko'ymaydi demakki, so'g'isa vaqtda. Shuning uchun har doim mush godamyan sog'a vaqtimizda tegtirib mayliftli. Maylivatsanlar tek chopib chiqmaydi. Tegi chaplashib qolmaslikni oldini olish uchun mayda etganimizda muallim. Bo'ldi. Nazar qo'sh. Bo'ldi. Tekish mayli oldik. Endi bak tushumishda qo'shimiz buni. Ham quyuqligi ham o'sha. Qo'yilibdi. Mushalatda bosildi. Moshdan liq qo'yamdik muallim. Ya liq emas. Yarım santimetr. Boz bo'ldi, bir qiyin bo'lib ketmasin bu, Yarım santimetr önce qo'yib qoldi bo'ldi. Mushna holatda. Bunda o'zimning ehtiyoj qarta, Qozonmi qaynab qopti. Ha buni.
Bu Leyla etkende mi? Leyla çöküp almaydı. Bunun ağzını ipitem de kazandı. Ya sel qetişvasın. Bolsa baldı yok olsun bir taraf nefes bir taraf qilim piş oldu. Hayır eken malın pişirsin diye ha bunu. Açtaq çögültüp duram doqmadı. Çögültüp durmaz ha. Hem de qetqatda hem de tuvaqni bırak yok bile hem de tuvaqni yok bile. Taxminen qaynagandan keyin 5 minutla 7 minut aralıq pişadi. Taxminen qaynagandan keyin 5 minutdan 7 minutgacha bo'lganlikda pishadi ekan, ha? Pishib qoldi, mana 7 minut, 6 minut vaqt o'tdi, ya. Bo'ldi, qarab baqla. Ha, pishibdi, ana. Pishibdi, qolat ketdi, o'tni jirtamdi. O'tni bo'sh qolamiz. Ma cho'risga azroq so'qishimiz. So'qish vaqtida og'asini qo'l ko'y qolmaydi, ana. Ha, so'q suvni ishlaymiz, ha. Uni ne foydasi bor? Ishtik muzlaydi. Ha, muzlabmi qolibdi-mi? Muzlabda, al. Lekin buni ardurab og'aqtimiz azroqdan mayli bitimiz üstüne. Bir-biz chapishib qolmay to'g'rima qolsam bo'ldi. Mayli etishimiz kerak ekan-da. Mayli vetdik, mayli vetdik buni. Asta tushirimizni, ha. Astig'imi mayqig'imizdan foydasi yo'q. Chapishib qolmaydi. Ha, godamiyani, ha. Malum odatda biz sirtaydigan godamiyalar biza seriq bo'ldi, bundan bakrak seriq bo'ldi. To'g'ri. Ma ancha seriq bo'lmadimi? Uning rang qo'shimiz. Seriq. Rang qo'shitganda u rangning salomatlik ziyni va mamalım. Ziyni va ko'p qo'shasa, shu shult qo'shig'imiz yaxshi unaqa. Seriq qo'shimiz, ha. Birinchi shumish tatmang. Ha, qo'shi. Ha, ikkinchi shumish tatandi. Yana bir chumush qo'yamiz. Yana bir chumush qo'yamiz. Cho'rlarni yildirib qo'yamiz, bo'ldi mamalım. Yani yarim chumush qo'shdim. Mal. İkinci qatımlıq kodamiyamizni sap qo'ydik. Esinglarda bo'lsin, ko'rmanlar vaqti 5 minutdan 7 minutgacha bo'lganlik. Qaynagandan keyin hisoblaymiz. Qaynagandan keyin. Andan keyin qaynagan vaqtda biz cho'giltir ekanmiz. Lisni cho'giltib turib, muqimlashib olgandan keyin, andan keyin tovoqni yapar ekanmiz. Mana muqimlashib qolibdi, tovoqni yapib qo'yamiz endi. Endi tovoqni yapamdik. Tovoqni yapamiz. Mana ikkinchi qazonimizning pishib qoldi, mana 6 minut o'tib qoldi. Oy, ko'pikni to'madi. Ko'pikni. Otni o'chirib, cho'rsiga suv qo'ydimiz. Suv qo'yadi. Og'chi qo'l ko'ymaydi. Birdan-da yey tushdim mana. Muzusini bir minut turib. 1 minut vaqt turgan ekan. Biraz to'g'rab turlar mana. Qatlab mana. To'g'rash usuli. Qatlab turibdi. Qatlab to'g'rayotganimizda. Mana inchik to'g'raydi. Oxirgacha tutqun olmaydi ana. Soyuqum bo'ldi. Soyuqum bo'ldi, ikkinchisi. Ustiga maysa surtib. Chapishib qolmaslikni oldini olish uchun mayli etamiz, ha? Ma to'g'rani, ma inchik chiqdi ekan, boshqacha.
Aziz ko'rmanlar ko'rib turibdik, nayt o'xshagan gavdamiyami tayyor bo'ldi. Unda Osmonim ikralda ko'rmanlarga tanishib berib, itilish usulini, anadagi ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Buniki gavdamiyaniki asosiga men Gulcut Məlim tetib keldi. Shu Gulcut Məlimini jiqqujimiz bunga. Gulcut Məlimi. Ha, mana. Bak qishi azroq. Qishi az bo'ldi ekan-da. Qishi azroq. Undan keyin samsaq. Undan keyin tang. Loza deb qo'ydim, ha? Undan keyin mana laza qizilmushmi, yani. Su. Tayyor bo'ldi. Açısı. Unda Osmonim bir tetib baqaman. Tetpaqin. Bir xil ochiq-chuchukdan baqamonim. Andan keyin gavdamiyanda eng gavdalangan tam bo'lsa, Gulcut Məlimi. Mana Gulcut Məlimi. Gulcut Məlimining ta'mi bakrak gavdalanibdi. Yani şu zimajon deb qo'yamiz, ha? Unda Osmonim ikralda ko'rmanlarga bir qatam tushuntirib bo'ldi. Buniki texnikchalik bek yuqori emas. Buningga shu 1 kilo un, 2 kilo suv. 2dan 3 tal tuxumcha umash qilib yeyish bo'lgandan keyin, undan keyin abatida qozon seplib ushasak oddiy. Cho'qim buningga bir lis bo'lish kerak. Lis bo'lish kerak. Lis bo'lmasa pushamoq ta'sir ekan. O'ylar ligan bo'lganlar qaynab orqali girvak pakab qolsa suv ichib kirib qoladi. Shu girvak sal egizroq bo'lish kerak ekan. Girvak egizroq narsa bo'lsa, shuning sabab pushasa bo'lganda ma'lum. Aziz ko'rmanlar ko'rib turibdik, nayt o'xshagan gavdamiyami tayyor bo'ldi. Odatda biz sirtlar degan vaqtimizda gavdamiyaning etilish usulini intayin qiyin deb o'ylaydik. Lekin bugun ko'rib turibdik, etilish usuli intayin o'ng'ay ekan. Qisqagan vaqtingizni chiqarsangiz, shundaqla ko'ngil qo'ysangizlar, nayt o'xshagan, tamlik bo'lgan ham ishonchlik bo'lgan gavdamiyani oilamizdan qig'il bo'ldi ekan. Esingizda bo'lsin, oilamiz o'z qo'limiz bilan aytgan taomlarimiz bilan barakat topqisi.